Ağzınızga kirib erib ketadigan sabzi pranik tayyorlashni o'rganaylik. Yaxshimisizlar do'stlar, men Niyat. Bugun ayildagi usulda sabzi pranik tayyorlaymiz. Shunchalik payzi ağzınız kirib erib ketadi. Balalaringiz hamda ayilingizga yoqtirib yeydi. Xullas, ustidan alt raqamni ko'plab aytib qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Aldi bilan 900 gram seriq mayni bir quruq tasqa silib ko'ptirish asbobimiz bilan oqirg'ich ko'ptirib olamiz. Seriq may ko'pib mushahalat kelganda 450 gram tanfini silib yana 5 minut atrofida ko'ptiramiz. Hamda 7 tal tuxumni bir taldan chiqib davomli ko'ptiramiz. Andan polafini silib bir aralashtirib o'tgandan keyin muvofiq miqdordagi apelsin rangni to'kib davomli aralashtiramiz. 3 minut atrofida aralashtirsak bo'ladi. Andan uni az-azdan silib yumshoq holatdagi xamir holatiga kelamiz. Mush holatga kelsa bo'ladi. Xamir churikroq bo'ladi. Andagi bosqichda xamirni shaklga kirgizishni boshlab ketamiz. Xamirdan muvofiq miqdorda elif filmda ko'rsatilgandek bir tarafini to'n, bir tarafini ushluq savzi shakliga keltirib olamiz. Xamirni savzi shakliga kirgizib bo'lgandan keyin lisqi tizib, chiko'lig'ish bilan ustini besib savziga o'xshatamiz. Oldin qizib tayyor bo'lgan duxovkaga silib, osti 180 gradusda 25 minut atrofida pishirib elib olamiz. Pishib tayyor bo'lgan savzi pranikning to'm tarafini hasalga yoki erisqi surkab, yeshilchak talqiniga milsaqla, savzi pechenimiz tayyor bo'ladi. Bugun tayyorlagan o'lcham bo'lsa cho'ng o'lcham, 2 kilo atrofida pechen chiqadi. Agar sizlar ozroq tayyorlamoqchi bo'lsanglar, o'lchamni ozlasanglar bo'ladi. Texnik yaxshi mazmunlardan huzurlanmoqchi bo'lsangiz, bas o'rtamni besib meni